Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimiz basseynimizni pilisos qilishlik bo'ladi. Ko'pchilik mijozlarimiz qiynalishadi basseyn pilososlik qilishlikda. Sizlarga bugun boshdan oxirigacha A dan Yagacha pilosos qilishliklarni o'rgatamiz. Bizga birinchi o'rinda basseynimizning holati, bu basseynimiz skimmerlarni ochib olib, pilososlarni, shlankalarni hammasini olib, buni tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Bularni tayyorlab bo'lganimizdan keyin filtratsiya rejimlarini yoqamiz va filtratsiya rejimlarini yoqqanimizdan keyin bir pilosos qilsak bo'ladi. Hozirlarga ish ketmay-ketganini tushuntirib o'tamiz. Birinchi o'rinda skimmerni aniqlashtirib olamiz. Bu yerda ikkita skimmer, ikkitasidan bittasiga shlankani uramiz. Shlankamizdan bir yoq uchini donli pilososimizga tushirib olamiz. Bir yoq uchini sekin olib, buning ichida shlankani ichida havo bo'ladi. Havoni chiqarishlik uchun shlankani suvning ichiga pishamiz. Shu orqali ichidagi havosi chiqib ketib suv to'ladi. Ko'rishingiz mumkin, uning ichida suv to'ldi. Bu shlankamizni bir yoq skimmer ichiga tiqib olamiz. Va texnik pomisheniyamizda filtr yoqib olamiz. Xo'p, bizda trap va ikkita skimmer kranlari bor. Bitta skimmer kranini yopib, bitta skimmerni ochib, trap yopib qo'yamiz va filtrimizni selektor upravleniyaning filtr yozuvi turibdi. Filtr yozuvini, vest yozuvi, kanalizatsiya yozuvini qo'yib, kranni ochaveramiz. Mana shu poложение pilosos poложенияsi bo'ladi va bundan keyin nasos yoqib olamiz. Men tayyorlab oldim. Bemalol pilosos qilsak bo'ladi. Nasos ishlayapti. E'tibor bersanglar, burchakdan kirlarni olib mana basseynimizning qolini qismini tugatib oldik. Keyingi etapi lestnitsa va detskiy zonalari bo'ladi. Basseynimizning pilosos qilib bo'ldik. Mana bu yo'l shlankasini bundoq tortsak, ichidagi shlanka suvi bo'shaydi. Chiqarasizlar. Osongina yiqiladi. Ichida suv yo'q, havo o'zi. Pilosos rejimidan samachistskiy rejimga olamiz. Buni birinchi o'rinda nasos o'chiramiz. Xo'p, shu holatda biz selektor upravleniyaning B qo'yish yozuviga qo'yamiz. Bu B qo'yish yozuvi basseynning qumini yuberadigan rejim. Bunda 1 minut ishlatamiz. Mana basseynimizning dori solingandagi dorining effektini 70% qum, 30% basseyn o'zida qoladi. Bu qum bir haftada bir marta, 5 kunda bir marta joyiga qarab, общественный, домашний basseynga qarab yuvib turilishi kerak. Mana basseynimizdagi taxminan 5 kun bo'ldi, dori solinganiga 5 kundan keyin samachistskiy qildik. Mana shu holatda ichidagi kirlarni kanalizatsiyaga chiqarib, promovkani qilib olish kerak bo'ladi. Endi nasosni o'chiramiz. Nasosimizni o'chiramiz. Selektor upravleniyaning ikkinchi poложениyaga olamiz, rins yozuviga. Bu rins o'sha tegidagi qumni ko'targandan keyin obratniy holatda bosib beradi, trambovka deyiladi. Bunda ham 1 minut ishlatamiz taxminan. Taxminan 1 minut holatda ishlatdik. Nasosni o'chiramiz. Selektor upravleniyaning filtriga olib, kanalizatsiya kranini yopib, hamma kranlarni eski holatiga qaytarib, timer rejimga olib qo'yamiz. Mana kuzatuvchilar, basseynimizdan pilososni qilib bo'ldik. Basseynimizning pilosos rejimi ikki xil holatda bo'ladi. Birinchisi basseynni kirini filtr orqali pilosos qilsa bo'ladi, ikkinchisi primo kanalizatsiyaga. Biz kanalizatsiya qildik. Shuni hisobiga basseynimizning mayolika qismi bortidan ozgina pasaydi. Suv kanalizatsiya ketgani hisobiga. Va ko'rishingiz mumkin, basseynimiz top-toza, mijozimizga kelib xotirjam cho'milsalar bo'ladi. Mana holati. Video sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, Astralog kompaniyani kuzatishni davom etinglar. Inshaalloh qiziq videolarni qo'yib boramiz.